Assalomu alaykum hammaga. Hello everyone. Deb chiqadi kunduzi. O'shanga o'xshab chiqmoqchi edim, qarasam. Hello everybody, today I will show you how to recording to Sony Alpha 7. Mana aksentim kunduzida aksentidaqa chiroyli indeyskiy aksent basagan, shuning uchun o'zbekcha milliycha gapiramiz. Aytgancha hamma Barsachilarni Realda qoqqani bilan tabriklayman. Bu yil Realga kun bo'lmadi. Mana endi bugun sizlar bilan mana minimum equal sum of two arrays after replacing zeros, ya'ni nollarda qanaqadir sonlar bilan to'ldirgandan keyingi minimum yig'indi degan masalani ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu masala medium darajaga kiradi. Lekin zo'r masala ekan. Buni zo'rligini qattan misolagan bo'ladi. Mana bu o'zida o'sha 1190 ta odam shuni ishlayapti. Lekin men bunga solution chiqarganman, shuni ko'rishsin, ular bilishmaydi-da bular. Endi misol uchun endi buni hozir sizlar bilan shartini tushuntiraman. Bizga ikkita array keladi. nums1 va nums2 degan arraylar keladi. Ikkalasida ham nollar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Endi biz qiladigan ishimiz nima? Shu nollarni eng minimalniy darajadagi raqamga o'zgartirib, misol uchun 1 ga, 2 ga, 3 ga bo'lishi mumkin. O'zgartirib, ikkalasini ham teng bo'ladigan nums1 ga ham umumiy yig'indisi teng bo'lsin, nums2 ni ham umumiy yig'indisi teng bo'lsin. Shu umumiy yig'indini topib berishimiz kerak. Ozgina yutalyapman, e'tibor bermaysizlar, chalg'amasizlar degan umiddaman. Endi tushuntiradigan bo'lsam, hozir 3 2 0 1 0 turibdi, to'g'rimi? Endi misol uchun buni ikkita 0 ni o'rniga qo'yiladigan eng minimum son 1 bo'ladi. Misol uchun hozir 3 2 1 da yig'indisi 5 6 bo'lyapti. 6 ga bitta 0 o'rniga 1 qo'yamiz, yetdi. Buni yana bitta 0 qo'ysak 8 bo'lib qoladi. Endi misol uchun bunda ham 0 bor, to'g'rimi? 6 5 11, bunga 1 qo'shadigan bo'lsak, shu 12 bo'lib qoladi. Endi bu bitta 6 edi-yu, bu 12 bo'lib qoladi. Endi misol uchun buni o'rniga mana bitta 4 qo'yib qo'yapti, bu yoqqa bitta 2 qo'yib qo'yapti. Shuni qo'shyapti, bu ham 12, ikkalasi ham 12 bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Shu 12 ni qaytarishimiz kerak biz. Bunda qaraydigan bo'lsak, misol uchun shu 1 4 bitta eng kam 0 ni o'zini qoldirib ketsa bo'lmaydi. Eng kamida ikkalasiga ham 1 qo'yib ketish kerak sharti bo'yicha. Bunga 1 qo'ysak, bunga ham 1 qo'ysak, misol uchun 3 ta 2 bo'lib qoladi, 6 bo'lib qoladi. Buni 5. Ammo hayotda bu ikkalasi bir-biriga teng bo'la olmaydi. Shuning uchun -1 qaytaramiz bunaqa vaziyatlar uchun. Endi bizning shartimiz hozir yechimimiz qanaqa bo'ladi? Ikkalasini aylanib chiqamiz. Ya'ni bitta forda ikkalasini aylanib chiqishimiz kerak. Buning uchun o'sha uzunini lengthsi bo'yicha aylanamiz. Kaltasiniga undefined qaytib kelaveradi JavaScriptda. Endi buning uchun bizga kerak bo'ladi. Biz ikkalasini ham nollarini sanab olishimiz kerak, keyin yig'indisini sanab olishimiz kerak, ya'ni 1 qo'shgan paytimizdagi. Shuning uchun biz общий to'rtta o'zgaruvchi ochib olamiz. Birinchi sumlar uchun, yig'indilar uchun let sum1 teng 0, keyin sum2 ham teng 0 bo'ladi. Endi nollarni sanashimiz uchun tilimi gapirgan 3 ta harf. Nollarni sanashimiz uchun, ya'ni o'zgaruvchilar ochib olamiz. Let 0 1 teng 0, 0 2 teng 0. Biz o'zgaruvchilarni ochib oldik. Endi undan keyin length ham hisoblashimiz kerak. Maximum length da, misol uchun let length degan qilamiz, uzunlik. Max funksiyasining ichidan max degan metod chiqadi bizda. Ya'ni ikkita sondan qaysi bir katta bo'lsa, o'shani olib beradi. nums1 da tochka length, keyin nums2 ni tochka length bo'ladi. Endi hozir bunda qaysi birini uzunligi baland bo'lsa, o'shaning uzunligini olib beradi bu yerda. Ana endi bitta for aylantirib yuboramiz, maksimal uzunlik bo'yicha. Let i teng 0. Kichkina lenggacha, uzunligigacha aylanadi. Ana endi
asosiy logika mana shu yerda ishlaydi. Buni pastga tushirib turamiz. Endi logika qanaqa bo'ladi? Tekshiramiz. If deymizda, i kichkina bo'ladigan bo'lsa, nams 1da tochka lengthsiga, ya'ni aytyapmiz, o'zini ichidagi doirasidagi raqamlarni olish uchun-da, bu nams 1 tekshiramiz. Nams 1 da ichidagi, nams 1dan tashqaridagi, misol uchun birorta sonni olib qo'ysa, undefined kelib qoladi, ko'p aylanib qo'yadi. Shuning uchun aylanishlar sonini maksimal darajada qisqartirish kerak bu yerda. Endi misol uchun endi ichiga ham tekshiramiz. Yana shart bo'ladi. Yana if yozamiz. Agar o'sha nams 1da i'inchisi i'inchisi teng bo'ladigan bo'lsa 0 ga 0 ham qo'shsin, 0 1 plus bo'lsin. И потом undan keyin uni sum 1 ham plus 1 ga oshsin. Nimaga bittaga oshirib qo'yapman? Chunki 0 kelib qoladi. Imенно 0 kelib qolgan paytda o'sha 0 ni biz hozir eng minimal 1 ga aylantirib qo'yapmiz. Agar misol uchun 0 bo'lmaydigan bo'lsa, просто tak sumga o'zini qo'shib ketamiz. Sum 1 plus teng nams 1 da i'inchisi qo'shib ketamiz. Tak nams 1 da i'nchisini qo'shib ketdik. Ana endi xuddi mana shu ishimizni endi nams 2 ga qo'llaymiz. Nams 2 ni tak qilib ketay. Kichik nams 2 ni lengthsi. Endi buni qo'ymasam ham bo'laveradi. Misol uchun faqat qaysi biri kichkina array 2-3 marta ko'proq aylanib qolishi mumkin. For eachda undefined hisobiga bo'lib qoladi. O'shani kamaytirgani yaxshi variant. 3 marta ishlagandan ko'ra boshqatdan 2 marta tekshirgan yaxshiroq. Tak, endi xuddi tepadagi ishni qilamiz. If nams 2 ni i'inchisi bu ham 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, deymiz. 0 2 plus bo'ladi. Keyin sum 2 ham plus bo'ladi. Else holatida sum 2 ga plus teng nams 2 ni i'inchisi. Nams 2 ni i'inchisi qo'shiladi. Endi biz hozir mana shu joyida ana nollarni o'rniga 1 qo'shib ketdik. Sumda o'sha 1 nollarni o'rnida 1 qo'yib hisoblangan yig'inda chiqadi. Endi bu yerdan chiqamiz, for doirasidan chiqamiz. For doirasidan chiqqanimizdan keyin endi mana shu yerda yig'indalar bir-biriga to'g'ri kelmaydigan vaziyat uchun tekshiruv qilish kerak. If deymiz. Ikkita shart bo'ladi. 0 1 va 0 2, ya'ni nams 1 va nams 2 uchun. Mana bu yerda ko'rib chiqdik-ku. Yoki 0 o'rniga qanaqa butun son qo'ysak ham 5 bo'la olmaydi. Chunki bu yerda ikkita 0 bor. Mana shu holat uchun tekshiramiz. Ana endi misol uchun 0 1 teng 0 bo'lsin. Va deymiz. Mana shu yerda va sum 2 katta bo'lsin sum 1 dan. Endi misol uchun sum 1 misol uchun sum 1 nams 1 ga qaraydi-yu. Nams 1 ni ichida 0 bo'lmasa, 0 bo'lmasdan turib, u nams 2 ni yig'indisi undan katta bo'lib qolsa, bu hayotda bu nollarning o'rniga necha son qo'ygandir bilan teng bo'la olmaydi-da. Endi xuddi mana shu logikani ikkinchisiga ham qilamiz. 0 2 teng bo'ladi. 0 2 teng 0 bo'lsa va sum 1 katta bo'lsa sum 2 dan deymiz. Mana shunaqa vaziyatlar uchun return -1 da qaytarib yuboramiz. Endi boshqa vaziyat uchun qaysi birini yig'indisi katta bo'lsa, o'shani qaytarib yuboramiz. Chunki qaysi birini yig'indisi katta bo'lgandan keyin
narigida qanaqadir 0 bo'lgan bo'lish kerak joyi bo'ladi-yu. O'sha 0 ni o'rniga misol uchun 1 emas 2 qo'yib qo'yaveradi-da. Men tushundinglarni deb o'ylayman. Endi returniga qaytarib yuboramiz. Tepada qilgan ishimiz max sum 1 virgul sum 2. Tak, logika shunaqa bo'ladi. Nollarni birga alishtiramiz. Undan keyin tekshiramiz, tekshirgandan keyin tak shundan maksimumni qaytarib yuboramiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Umidjon bismillahni aytib bosing deydi. Tak, bizniki Umidjonnikiga o'xshab portlab ketmadi. Men oldingi safar submit qilganimda 90-91 chiqqandi. Runtime ham, memory ham. Endi buni yana sinab ko'ramiz. 90-91 chiqarmikin. Bu narsa har xil chiqadi. Misol uchun ko'proq bu internetga yoki sayt ishlash tezligiga ham bog'liq bo'lib qolgan ba'zida. Ну вот, undan ham yaxshi natija 94-74, 94-74. His qilib qo'yasizlar. Bunda ham bir xil natija chiqyapti. Vashi. Bugun Barsan yutganiga bori Litkoddan juda xursand shekilli menimcha qandaydir. Hammaga rahmat. Like bosib, pastda subscribe tugmasini bosib qo'ysalar, xursand bo'lardim. Thank you very much. Please subscribe.